Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men Kamina G'aniyeva Sayyora. Bugun sizlar bilan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida art terapiyani qo'llash mavzusidagi ma'lumotlarni bo'lishib o'tmoqchiman. Bu mavzumiz quyidagi rejalarni o'z ichiga qamrab oladi. Birinchi rejamiz art terapiya tushunchasi va uning ahamiyati. Ikkinchi rejamiz maktabgacha yoshdagi bolalarda art terapiyani ta'siri va uchinchi rejamiz maktabgacha ta'lim tashkilotida qo'llaniladigan art terapiya turlari va to'rtinchi rejamiz art terapiya mashg'ulotlarini tashkil etish va uning natijalari deb nomlanadi. Maktabgacha yosh davri bola shaxsining poydevori bo'ladigan eng muhim bosqichdir. Bu davrda bola o'z shaxsiy xususiyatlarini to'liq namoyon qila olmaydi. Lekin rang, shakl, harakat va obrazlar orqali ichki dunyosini namoyon qilish xususiyatiga ega bo'ladi. Shu bois maktabgacha ta'lim tashkilotlarida art terapiyani qo'llash tarbiyaviy va hamda psixologik jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Art terapiya tushunchasi. Art terapiya san'at orqali davolash va rivojlantirish. Bu rasm chizish, bo'yash, loy bilan ishlash, musiqa, ertak, drama va boshqa ijodiy faoliyatlar yordamida bolaning ruhiy holatini yaxshilash, ichki ziddiyatlarni, ichki qarama-qarshiliklar va o'sha konfliktlarni yumshatish va shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash usulidir. Ushbu yo'nalish ilmiy asosda 20-asrda shakllangan bo'lib, uning rivojiga Naumburg va Kramer kabi mutaxassislar katta hissa qo'shib borgan. Quyidagi surat orqali siz art terapiya mashg'uloti jarayonini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli rasm tasvirlangan. Endi maktabgacha ta'lim tashkilotida art terapiyaning maqsadi haqida gaplashib o'tamiz. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida art terapiyaning asosiy maqsadi bolaning emotsional holatini barqarorlashtirish, qo'rquv, xavotir va ichki ziddiyatlarni, zo'riqishlarni kamaytirish, ijtimoiy moslashuvni yaxshilash, ijodiy fikrlash va tasavvurlarni rivojlantirish, nutq va mayda motorikani shakllantirish kabi holatlarni maqsad qilib oladi. Endigi ma'lumotimiz art terapiya turlari haqida bo'ladi. Art terapiyaning quyidagi turlari haqida ma'lumot berib o'taman. Izoterapiya, ertak terapiyasi, qum bilan davolash terapiyasi, majburlashsiz psixologik terapiya, fototerapiya, musiqa terapiyasi va rang terapiyasi kabilar art terapiyaning eng muhim kerakli ismlari hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim sharoitida quyidagi art terapiya yo'nalishlari samarali hisoblanadi. Izoterapiya tasviriy san'at terapiyasi degani. Rasm chizish, bo'yash, kollaж qilish orqali bola o'z his-tuyg'ularini ifodalaydi. Ertak terapiyasi maxsus tuzilgan yoki tanlangan ertaklar yordamida boladagi qo'rquv va muammolar ramziy tarzda hal qilinadi. Bola qahramon orqali o'z holatini anglaydi va muammoning yechimini topib boradi. Quyidagi surat orqali rang terapiyasidan foydalangan bolajonimizni o'sha qo'llarida bir qo'lida yaxshi kayfiyat va ikkinchi holatda o'sha kayfiyatsiz holatdagi suratni tasvirlaganligini ko'rishingiz mumkin. Bu albatta bolani o'sha hissiy kechinmalarni shakllantirib berishga qaratilgan va yaxshi natijaga erishilgan surat tasvirlangan. Ko'rishingiz mumkin. Bu juda ham chiroyli rasm. Endi musiqa terapiyasi haqida ma'lumot berib o'taman. Musiqa terapiyasi tinchlantiruvchi yoki faollashtiruvchi musiqa orqali bolalarning ruhiy holati boshqariladi. Harakatli o'yinlar bilan uyg'unlashtirilsa, yanada samarali bo'ladi. Qum terapiyasi. Qum bilan ishlash bolaning sensor rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi. Stressni kamaytiradi va tasavvurni kengaytiradi. Drama terapiyasi. Rolli o'yinlar orqali bola ijtimoiy rollarni o'rganadi. Muloqot ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Quyidagi suratda bolalarni o'sha qum terapiyasidan yorug'liklar yordamida foydalangan suratini ko'rishimiz mumkin. Bu bolalarning sensomotorikalarini rivojlantirishga, nutqiy qobiliyatlarini shakllantirishga qaratilgan juda ham muhim terapiya hisoblanadi va bu juda ham chiroyli holatdagi tasvirlangan rasm. Endi art terapiyaning afzalliklari. Bola o'zini erkin his qiladi, baholanmaydi va tanqid qilinmaydi. Ichki kechinmalar xavfsiz shaklda namoyon bo'ladi. Guruhda ishlash ijtimoiylashuvni kuchaytiradi, tajovuzkorlik va tortinchoqlikni kamaytiradi.
tarbiyachi va psixologning art terapiya jarayonida tarbiyachi yoki psixolog bilishi kerak bo'lgan aniq va ma'lumotlarni berib o'taman. Birinchi ma'lumotimiz, ya'ni birinchi qilmasligingiz kerak bo'lgan ish bolaning ishini tanqid qilmasligingiz. Ya'ni bolani qattiq urishish yoki qaysidir xatosi uchun uni qattiq tanqid ostiga olmasligingiz kerak. Bu terapiya. Ikkinchisi erkin muhit yaratish. Bola erkin ishlashi kerak. Uchinchisi bolaning his-tuyg'ularini qo'llab-quvvatlashingiz. Va to'rtinchisi har bir faoliyatdan keyin yumshoq suhbat qurishingiz lozim. Endi mana bu sizga chiroyli quyoshimizni namoyon qilib o'taman. Bu quyoshimiz juda ham chiroyli tasvirlangan. O'sha bolajonlarimiz barmoqlarini, ya'ni qo'llarini rangga botirish orqali rang terapiyasini qo'llagan va quyoshimiz juda ham kreativ holatda tasvirlangan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida art terapiyani qo'llash bu bolalarning nafaqat ijodiy, balki emotsional va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlovchi samarali pedagogik jarayon hisoblanadi va psixologik vositadir. San'at orqali bola o'zini anglaydi, his qiladi va sog'lom shaxs sifatida shakllanadi. Shuning uchun maktabgacha ta'lim tashkilotida amaliyotda art terapiyani elementlarini tizimli ravishda qo'llab borish bugungi kunning dolzarb muammolari, ya'ni masalalardan biri hisoblanadi. Sizga aytib o'tmoqchi bo'lgan qisqa ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Keyingi video darslarimda siz bilan ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.